Assalomu alaykum hurmatli dehqon bog'lar. Yerimiz yetildi. Mana xudo xolasa nima ekamiz degan o'y-xayollar boshlangan hamma dehqonlarda. Xudo xolasa Aziya Agro firmasiga kelsangiz, mana Muhriddin akamizga uchrashib, turli xil mana bu Makka do'ng'uruqlarimiz bor ekan. Bizlarga tavsiyasi jihatdan yoqqani Altaya urug'i bizlar e'tiborimizni tortdi va o'sha mana shuncha 9 ta Makka do'ng'urug'imizni oldik. Bu akamizning tavsiyalariga binoan tavsiyasi juda yoqdi. Endi xudo xolasa men Xitoy do'ng'uroqlaridan ham oldik 5 ta. Bu yangilik ekan, xudo xolasa ekib hosillariga videolarini tashlaymiz, ko'ramiz. Bizlar mana bu Xitoy do'ng'uroqlari xudo xolasa yangi ekan. 5 ta sinash uchun oldik. Qanaqa urug'lar kerak bo'ladigan bo'lsa, Muhriddin akamiz oldiga kelib, Aziya Agro firmasiga ishonchli ekan. Har yili bizlar shu akadan olamiz. Xudo xolasa hech qanday bizlar xatira yo'qotmaganmiz shuncha paytdan beri. Aka, ishonchingiz uchun kattakon rahmat. Bu yil ham yangiliklar bor deganiga keldik. Mana bu narsani tavsiya qildi. Chegirmalar, bonuslar hamma narsa aktiv ekan.